Elektromagnet reli qanday ishlashini bilasizmi? Bu relining asosi keyin g'altak asosga o'rnatiladi. G'altakning ta'minoti shu ikki oyoqcha orqali ulanadi. G'altakning ichida porshen joylashgan. G'altak tok olganda magnetlanib porshen tortiladi. Bu umumiy kontakt, u umumiy klemmaga ulangan. Porshen ham shu umumiy klemmaga ulangan. Bu kontakt ostida prujina o'rnatilgan. Keyin NS kontakti shu joyga o'rnatiladi. Xuddi shunday NO kontakti bu yerga o'rnatiladi. Oddiy holda umumiy kontakt NS ga ulangan. G'altak tok olganda umumiy kontakt NO ga o'tadi. Tok uzilganda prujina umumiy kontaktni NS ga qaytaradi.